Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Valim tutdi. Urumchining sovuq dekabr oqshimi edi. Har kundagidek butun a'zoyim qichishib, uxlayolmay turib ketdim. Sentabrning oxirlarida yuqtirib olgan qichishqoq dori berilmagachga saqaymay 3 oydan beri tuzuk uxlab boqmagan edim. Pichilib ketgan qo'ltiq, teqimlarim va qoshlab yara bo'lib ketgan a'zolarim haqida haftada bir kiradigan doktorga to'xtamay dard to'katdim. Ko'rsatkili bo'ladigan hamma yerimni qaysi gundupay kamarga kirsa ichib ko'rsatib hol etib bo'ldim. Ular so'ragan bo'ldi-yu, kari bo'lmadi. Doktorning 3-4 xildan oshmaydigan dorisi har qandaq og'riqqa beriladi. U faqat dori berish va mahbusqa dorini ko'z oldida yutqizib vazifa ijro qilishni biladi. Qolgan dardlarni to'kkan taqdirdimi anglamasdan harvasini g'ijirlatib ketib qoladi. Shu kechasi qichishqoq bakla qiynab ketdi. Asta o'rnimdan turib, birdam eshikning qirig'a dumbamni suvab qashlanib baqdim. Ammo qichish hech to'xtaydigandek emas edi. Gupildab sesiq puroq chiqayotgan holada oldirmay ustimdan suv to'kdim. Jalaqlab titrab turib, onam tikib bergan tambalni kiydim. Gerçi bir do'stim Gundupayga yo'l mengib, bir qur yangi ichki kiyim kirgizib bergan bo'lsa-mu, Shoh Mahmud degan mahbusga berib, onam avatib bergan ko'ni tambalni kiyib yuratdim. Tizimdan eshib turadigan bu tambalni boshqalar doim masxara qilishadi. Kichkimda esimni bilgidek bo'lgan chog'larimda og'rib qolganlarim, onamning beshimda parvona bo'lishlari yodimga yetdi. Mening og'riqchanligim haqidagi hikoya oilamizda eng ko'p deyiladi. Bundan 38 yil burun Opaldagi doktorxonada mushundoq bir sovuq kechada og'riqdan qiynalib, to'ngib uxlayolmagan ekanman. Onam shu zulmat kechasi do'lisidagi xurjunga zakalarimni silib, bir qo'lida meni quchoqlab, yana bir qo'lida doktorxona oldidagi yo'ldan o't yiqish uchun chavar targan ekan. Bu kecha men Urumchida. Yana shundoq achchiq sovuq, yana bir maraz kasal qiynab uxlatmagan edi. Onamning deyishicha, 2 yoshga kirgicha kasaldan saqayolmay, pichoqdan tushalmagan ekanman. Keyin saqaydim. Ammo cho'ng bo'lgancha onamdan yaroqlab ketdim. Balkim bu kecha shu bag'ri onam meni to'ngab qolganmidi, og'rib, issiqsiz qolganmidi deb yana uxlayolmadi. Balkim bag'riga besib, chavar terib, istalmaydigan yiroq bir yerda bo'lganim uchun 38 yil burunqi hiliqi zulmat kechidikidan bakrak puchlandi. Man zahardek sovuq suvda yuyungandan keyin qichishish bir oz besiqqandek bo'ldi. Navbatchilikda turgan bo'lib, ishoratmi qilmay namoz o'qib, duo qilishga boshladim. Bu mening yiroqdagi onamga va yurak parlaridan judo bo'lgan onalarga qilib beralaydigan birdan bir ishim edi. Allohga yolvordim. Bolasining ismi chiqib bo'lgacha yig'isi teshiga chiqib bo'ladigan mungluq onalar uchun, hech kimga to'ydirmay unsiz yosh to'kadigan dadalar uchun uzundan uzun duo qildim. Faqat namoz o'qigandila o'zimni qamoqdagi yegona Uyg'ur mahbus emas, gurildab takbir aytayotgan bir jamoatning a'zosidek his qilib, xotirjam bo'lib qolatdim. Tuyuqsiz qo'rsqimga tekkan qattiq bir tepik bilan puklanibla qoldim. Men nima bo'lganini anqirib bo'lgacha, yana bir kechilik navbatchi kelib, menga peshva atgan o'g'ri maviyni besiqtirdi. Jidalni kameradan ko'rib turgan Gundupaymu paydo bo'ldi. Kamir boshlig'i uyg'otildi. U Gundupaydan kechirim so'rab, jidalni o'zi bir taraf qiladigan bo'ldi. Nima bo'lganini uqolmadim. Puliqimda faqat egiz bo'y tungan o'g'rining meni qarg'ab to'xtamayotidi degani yangrab turadi. Qichishqa qiynagan oz kelgandek, bekordan tayoq yeginim ig'ir kelib, bir kecha ko'z yummadim. Әтісі әтігенде камыр башлығы yig'in ашты. Yig'inda tungan o'g'ri Mavi jidalning sababini manga artdi. Namoz o'qib, uni qarg'anligim uchun manga hujum qilganmish. Tova,
Namazda ağzımның to'xtamay medirlishi uningga qarag'an bo'lib tuyulibdi. Uning aytishicha, men gunohliq gap qilmasmishman va yomon ish qilmasmishman. 5 vaqt namoz o'qiydiganman. Shunga mening qarg'ishlarim bakrak o'tarmish. Qarg'ab ketganim uchun meni tepganmish. Uning nima da'vatqini amdi aniq bo'ldi. Kunduzda u qamoqxona tarqatgan samsaqni tambiliga yo'shirayotganda ko'rib qolgan edim. O'zimni tutolmay qaqoqlab kulib tashlashim sababli hammaylar uning bu sirini bilib qolgan edi. Har qancha amroq bo'lsa-mu, uning samsaqni tambalga yo'gab saqlab yeyishi menga qiziqarli tuyulgan edi. Shu sababdan boshqalarning masxarasiga qolgan Mavi dardini kechida opdi. Namoz o'qiganligimning bilinib qolganidan bek qo'rqdim. Bu sabablik jazolanishim aniq edi. Odatda namoz o'qiganlar bayqalsa, putqa 10 kiloluk kishan silinib, ishkallik qo'l bilan put chetib qo'yiladi. Bu holda na aplab tamoq yegili, na qamlashib tarat qilg'ili bo'lmaydi. Abduvalining namoz o'qiganini qandoq bilasan? Men Uyg'urlar bilan 20 yilga yaqin ishladim. Namozni qandoq o'qiydiganligini obdan bilaman. Uning namoz o'qiganini ajab men bayqamadim-ku, deb so'radi kamir boshlig'i. Meni namoz o'qidi deb sholini chechiyotgan Madin. Men musulmon, 5 vaqt namozning qaralini bilaman. U kunda 5 qatim hech kimga gap qilmay jimib ketadi. Yuyinishdan burun og'zi burniga suv oladi. Namoz o'qiydigan odamning qilgan ishi bu, dedi ma o'z gapini quvvatlab. Kamir boshlig'i amaldor bo'lgan kishi bo'lib, kamirda men bilan eng ko'p paranglashadi. Bu kamirda 18 kishi bor. Sen bir odamning diginiga qarab Abduvalini namoz o'qidi deb doklad qilg'ili bo'lmaydi. Hech qaysimiz undaq deb guvohchi bo'lmaymiz. Agar sen shundoq doklad qilaman desang mayling. Biz sening tunugun kecha odam urg'uningni doklad qilamiz. Buningga hammaylar guvohchi. Biz sening odam urg'uningni ko'rdik. Buning isbotini kameradanmi topqili bo'ladi, debla gapini kesdi kamera boshlig'i. Uni qarg'ash xiyolimdimi yo'q edi. Valim tutqan bo'lsa kerak. Kamir boshlig'i shu kuni kechda mani jazolab, Seminut polda yetishga buyurdi. Uning karvatdagi o'rniga men chiqdim. Qamoqqa kirgan 4 oydan buyon tunji qitim muzdek Seminutdan qutuldim. Karvatda yotgan shu kecha badanim qichishqannimi tuymay, xotirjam uxlab ketibdiman.